Atomika platformasini menga yoqqan tarafi, o'zimga qulay bo'lgan vaqtda kirib darslarimni qila olaman. Assalomu alaykum, men ismim Saidqodirova Zamiraxon. Atomika onlayn platformasida 4 oydan beri o'qib kelyapman. Atomika platformasida rus va o'zbek tilida darslar o'tadi. Menga Atomikani yoqqan taraflari juda qulay onlayn platforma. O'zingizlar xohlagan tilda o'qishingiz mumkin. Keyingi qulay taraflari har bitta o'quvchini o'ziga yollashtirilgan kuratorlar bo'ladi. Sizning kuratoringiz o'zingizning natijangiz haqida ota-onangizga va o'zingizga e'lon qilib turishadi. Men o'zim may oyidan o'qishni boshladim. Qurbon hayitiga 3 oylik grant e'lon qilindi. 3 oylik grantda yutish nasib qildi. O'shandan beri 3 oy bepul o'qib kelyapman. Atomika platformasini menga yoqqan tarafi, o'zimga qulay bo'lgan vaqtda kirib darslarimni qila olaman. Bir kuni soat ertalab 7 da kirsam, keyingi kun o'zimga xohlagan vaqtim kirib darslarimni qila olaman. Atomika platformasida yangi imkoniyatlar taqdim etildi. Ustoz bilan jonli darslar. Bu darslarda mini guruhda 3 ta o'quvchi bilan darslar o'tiladi. Darslar o'quvchi va o'qituvchi orasida o'zbek va rus tilida olib boriladi. Bundan maqsad o'quvchi va o'qituvchi orasidagi erkin muloqot. Men hozirda 11-sinf o'quvchisiman. Atomika platformasi erkin grafika bo'lgani uchun o'zim xohlagan vaqt kirib o'qiy olaman. Yo'lga ketkazadigan vaqtimni 3 ta majburiy fanga ajratdim.